Mелочь so'zining 4 xil ma'no va tarjimasi. Mелочь. Birinchi ma'nosi mayda pul. У меня осталась только мелочь. Menda faqat mayda pul qoldi. Ikkinchi ma'nosi mayda-chuyda narsa, kichik narsa. Не обращай внимания на такие мелочи. Bunday mayda-chuyda narsalarga ahamiyat berma. Uchinchi ma'nosi ahamiyatsiz narsa, ahamiyatsizlik. Ссора из-за мелочи – это глупо. Mayda narsa uchun janjal chiqarish – ahmoqlik. To'rtinchi ma'nosi mayda qism, detalь. Он заметил каждую мелочь в комнате. U xonadagi har bir mayda narsani, mayda qismni payqadi.